Yer yuzining eng sirli 5 maskani. Ikkinchi qism. Nemo nuqtasi. Yer yuzining eng kimsasiz va quruqlikka eng uzoq bo'lgan nuqtasi. U Tinch okeanida joylashgan. Eng yaqin quruqlikkacha bo'lgan masofa ham 2688 kilometrni tashkil qiladi. Ba'zi holatlarda Nemo nuqtasiga eng yaqin insonlar bu kosmik stansiyalardagi kosmonavtlar hisoblanadi. Nemo nuqtasi bu kosmik qabriston. U yerga eskirib qolgan sun'iy yo'ldoshlar tashlanadi. Atrofda esa hech qanday faoliyat va hech bir inson zoti yo'q. Insoniyatni bir savol qiziqtiradi. Nemo nuqtasiga borishning o'zi bir azobli va qo'rqinchli. Endi esa uning tubliklarida nima borligini hech kim bilmaydi. Xo'sh, siz aynan shu Nemo nuqtasida bo'lib qolsangiz nima qilar edingiz? Agarda bu videorolikning 3-qismini ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda 3-qism deb yozib qoldiring.